Archcraft'da vibe bo'lib o'tdi. Yuzlab o'yinchilar kuchayishni boshlashdi. Ular bilan bir qatorda men ham kuchayishga qaror qildim. Video qiziq bo'ladi degan umiddaman. Cho'zib o'tirmasdan boshladik. Hammasi serverga kirishim bilan boshlandi. Men qo'limga kompasni olib anarxiyani tanladim. Server esa meni anarxiya 1 ga jo'natdi. Mana men spawndaman. Keyslarning oldiga kelib oldim. So'ngra BDV komandasini yozdim. Bu orqali menga tekingina keys taqdim etildi. Men keysni ochishga kirishdim. Ko'ramiz nima tushar ekan. Va menga 60 kirga tushdi. Mana bunaqa yaxshigina charlag'a bilan. Umuman olganda yomon emas. Bu kirka orqali biz boshlang'ich pulimizni ishlab olishimiz mumkin, deb Varmanga otlandim. Shaxtaga borib qimmatbaho resurslarni qazmoqchi edim. Ammo ular boshqa o'yinchilar tomonidan allaqachon qazib bo'lingan ekan. Shu sababdan shaxta yangilanishini kutdim. Shaxta ham yangilandi. Ana endi iloji boricha qimmatroq resurslarni topishim va ularni qazishim kerak. Mana bu o'yinchi men qazgan olmosni chopib ketdi. Ha mayli, mana bizning birinchi olmosimiz. Yana topishga harakat qilamiz. Bu mana ikkinchisi. Yana olmoslar. Xo'sh, bizga 4 ta bo'libdi. Yana topishga harakat qilamiz. 30 yoshimga salgin qoldi. Buni ham olib olamiz. Shunday qilib men shaxtadan 5 ta olmos olib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Keyinlar ularni bo'laklarga bo'lib sotamiz. Olmoslarning donasini auksionga 7000 ga qo'yib chiqdim. Boshlang'ich pul zarur bo'lgani sababli auksionga kirkamni qo'ydim. Keyin esa men RTPga jo'nadim. Sababini hozir bilib olasiz. Xullas men RTPda daraxt kesib, uni auksionda sotaman. Menimcha bu vaqtning boshida pul ishlab olish uchun yaxshigina tanlov. Boltamizni kuchaytirib olamiz. Ana endi biz daraxtlarni tezroq qazib sotsak bo'ladi. Biroz vaqt o'tib men 32 ta daraxt kesib oldim. Ana endi ularni 20 mingga auksionga qo'yamiz va ularni sotib olishini kutamiz. Daraxtlarni sotib olguncha daraxt kesib turaman degan bir paytda chatda bir xabar keldi. Unga binoan 5 daqiqadan so'ng yangi event oltin daraxt paydo bo'lishi haqida yozuv keldi. Mana endi men tezroq pul yig'ib eventga tayyorlanishim kerak. Ayni damda men auksionga qo'ygan barcha olmoslarimni xarid qilishdi. Pul topildi deb bor pulimga shopdan zumradlar xarid qilishni boshladim. O'rmondan qazgan daraxtlarimdan cho'p yasadim, cho'plarni zumradlarga qo'shib qilich yasadim. Kiyimga esa zumrad yetmay qoldi. Pulim ham tugagan edi. Mayli, eventdan qimmatbaho nimadir lut qilib qolarmiz. Oltin daraxt ham boshlandi. Ana endi u yerga daraxt komandasi orqali boramiz. Teleport bo'lishini kutamiz. Aytgancha, eventdan maksimum qancha pul lut qilgansiz? Kommentariyada yozib keting. Mana haqiqiy bozor boshlandi. O'yinchilar bir-biri bilan PvP qilib yotgandi, lekin menga PvP emas, yaxshigina lut qilish kerak edi. Ammo yondan Nether o'yinchisi tashlanib qoldi va men o'zimning lutimni qilichimni yo'qotdim. Mayli, hech nima qilmaydi, u yerga yana boramiz. Event hali tugashiga ancha bor. Teleport bo'lishim bilan o'ng tomonda lut tushdi. Ularni almasga olib ketdi deb o'yladim, lekin men olishga ham ulguribman. Chekinib ularni auksionga qo'ymoqchi edim. Chatga auksionda sotilgan komandani yozishim bilan ular qo'yilmadi. Sababi jang paytida qo'yilmas ekan. Buni yodimdan chiqarib qo'ygan ekanman. Endi qochaman deganimda olmos zirhli o'yinchi menga tashlab qoldi va meni lutimni olib ketdi. Xavotirga o'rin yo'q, chunki men boyagi lutlardan qimmatroq bo'lgan lut qildim. Ana endi bularni olib qochib ketish kerak. Bu yerda stekan bor ekan, keyin uni ham olib ketamiz. Vol bo'lmasin. Qirg'oqqa chiqib olamizda, spawn komandasini yozib, bu yerni tark etamiz. Sandiqqa eventdan lut qilgan hamma narsamizni solib olamiz. Event tugashiga hali bor. Demak, u yerga yana boramiz. Buni ham olamiz. Nima? Yaltiroq qolgan olma bu. Ana endi qochmasak bo'lmaydi. Bo'ldi, yetadi, spawnga ketdik.
Eventda bo'lganimda kirkamni xarid qilib bo'lishibdi. Eventdan men mana shunaqa qimmatbaho reyslarni olib ketishga muvaffaq bo'ldim. Ya'ni 6 ta dinamayt, olmos shlem, Lava Valkyr kitobi, 2 ta yaltiroq olma, olov pardasi va 3 ta trapka. Mana endi bularni sotib chiqish kerak. Dinamaytni 70 mingga auksionga qo'yamiz. Lava Valkyr kitobini olib qo'yamiz, keyinchalikka kerak bo'lib qolishi mumkin. 2 ta yaltiroq olmani esa 500 mingga qo'yamiz. Shlemni esa 50 mingga. Va oxirida 3 ta trapkani 1,5 millionga qo'yamiz. Bu o'yinchida nimadir borga o'xshaydi. Agar bo'lmaganda bunchalar qochmas edi. Biz uni tutishimiz shart. Ana aytdim-ku, bu o'yinchida nimadir bor deb. Menimcha hammasini oldik. Ana endi spawnga ketamiz. Boyagi o'yinchilar loot qilgan narsalarimizni optga aylantirib olamiz. Optni esa auksionda sotamiz. Shunday qilib biz ko'proq foydaga kiramiz. Mana buni omad desa bo'ladi. Auksiondan 10 mingga, atigi 10 mingga elitra sotib oldim. Keyin esa uni 1 millionga sotib yubordim. Xo'sh, men yana eventdaman. Bu yerdan yaxshi pul ishlab olsa bo'lar ekan. Menimcha hech kim yo'q bu yerda. Bemalol loot qilib olsak bo'ladi. Yo'q, adashimman. Beraka. U auksiondan elitran sotib olishibdi. Keyin esa kallamga zo'rg'oyi kelib qoldi. 16 ta Ender Pearlni 200 mingga sotib oldim va ularni 2 donaga ajratib auksionga 80 mingga qo'yib chiqdim. Bo'ldi, qochamiz. Men yaxshigina loot qildim. Spawnga olg'a ertapeda bir burchak topib yerga qazishni boshladim. Sababi baza qurish uchun. Va yana u yerda damlama tayyorlab sotmoqchiman. Yetarlicha chuqurlikka yetgandan so'ng kerakli narsalarni qo'yib olamiz va bazani kattalashtirishni boshlaymiz. Shakar qamish ferma uchun ozgina chuqur qazib olamiz. Damlama tayyorlash uchun hamma narsani qo'yib chiqamiz. Mana birinchi borsa ham tayyor. Ortmanga kelib damlamalarni birlashtirib olamiz. Va mana endi bizda sila 3 bor. Mana endi uni auksionda 1 million 100 ga sotib yuboramiz. Damlamani sotib olishda demak biz foydadamiz. Men yana damlama tayyorladim. Keyin ularni narxini balandroq qilib sotib chiqamiz. Ya'ni 1,5 millionga. Hamma damlamalar sotilib bo'lgach, men bundan yaxshigina pul ishlab oldim. Birozdan so'ng o'yinga Timon kirdi. Biz keysni ochdik. Keysdan esa yaxshi resurs skeleton tuxumi tushdi. Men ikkalamiz uchun set tayyorladim. Endi bizga oddiy o'yinchilar xavf tug'dira olmaydi. Asrga kelib shakllarni sindirishga kirishdik. Keyin esa men kichik bizneslarimni 9 soat qildim. Video cho'zilib ketmasin deb ularni qo'ymadim. Do'stlar, hozirgina o'lim sandiqi tugadi. Keyin u yerdan nima loot qilganimni ko'rsataman. U yerdan men yaxshigina qilich, Bulldozer 2 kitobi, Imperator oyoq kiyimi, Dracula sferasini loot qildim. Va meni balansimda 26 million pul bo'ldi. Keyin men opt sotib balansimni 70 milliongacha chiqarib oldim. Ozgina vaqtdan keyin balansim 100 milliondan oshib ketdi va sizlarga o'zimni yig'gan setimni ko'rsatmoqchiman. Xo'sh, almaska full Z5. Mana bunaqa qilich, Imperator arbaleti, sarf buyumlari, vayronkor tumor va Amerika sferasini oldim. Mana bu burchakda Nezerni topib oldim. Unga PP rejimini berib, PPni boshladim. Savol, menda qototimi yoki undami? Davom etish esdan chiqdi. O'ylab qarasa biz almasga o'tirib ko'proq jon olmamizmi? Pattami sindi?
Agar hozir ketmasak kiyimimiz sinishi mumkin. Mana shu o'yinchini kill qilsak bo'ladi. Lekin qochib ketishga yaqinroq turibdi. Gurzi ham bor ekan unda. Bo'ldi, ketdi. Olmos zirhli o'yinchiga pep tashladim hozir. Nima? Nega nezir o'yinchi? Negadir nezir o'yinchi tushib qoldi. Mayli, pep qilib ko'raylikchi. Donaterga o'xshayapti lekin. Umuman olganda uni yutamiz. Jonikam. Ana endi bizni jonimiz kam. To'xta, nimaga asal ishlamadi? Yo'q, tatimini yo'qotdim. Asal nimagadir ishlamadi? Bo'ldi, bu xato. Nimagadir asal ishlamadi. Va shunday qilib o'zimdan setimni yo'qotdim. Videoni shu joygacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.